BBC'nin tədqiqatı qaraganda ھېسسىيات analiziga işletilgan sۈنئىي idrak ve çıray tonuş texnikisi Şərqi Türkistandagi Uyğurlarda sınaq qılınğan. Bir yumşaq detal injeneri BBC bilan söhbətləşkəndə bu sistemalarni rayondagi saqchıqanlarga o'rnatilganligini o'tirg'a qo'ydi. Kishilik huquq qo'g'dug'uchilari bu ayblashlarning istifodatini ko'rib, bu qilmishning hayron qolarlik ekanligini aytdi. Xitayning Londondagi bosh elchixonasi bu ayblashga bevosita javob qaytarmadi, ammo barliq millatlarning siyosiy va ijtimoiy huquqining qo'g'dilganligini bayon qildi. İgilənişcə, bu yumşaq detal injeneri bexatarlik meselesi sababli kimligini nomsiz saqlash sharti bilan BBC'nin təkşürüş axborot programmasi Panorama bilan söhbətlashishga qo'shilgan. İnjener ishlaydigan shirkatning ismi oshkorlanmadi. İnjener Panorama programmasiga 5 mahbusning suratini ko'rsatib, u hissiyat farqlantirish sistemasi o'rnatilganligini o'tirg'a qo'ydi. İnjener yana sün'iy idrak sistemasining chiroy ifodasi va teri teshiklaridagi minutlik o'zgarishlarni bayqay oladigan va tahlil qila oladiganligini aytdi. Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi yavropa İttipaقىنىڭ Xitay bilan tuzilgan mablag' selish kelishimini to'xtatib qo'yishini tanqid qildi. Janubiy Xitay attiganlik gezitining xabariga qaraganda, Wang Myunxin bexatarlik yig'inining 57-chi qatimliq yig'inida so'z qilgan. Wang Yevropa parlamentining Xitay bilan hosil qilingan mablag' selish kelishimini tasdiqlashni vaqtincha to'xtatishni tanqid qilib, Yevropa İttipaقىنىڭ Xitay amaldorlarini Sharqi Turkiston rayonida kishilik huquq dafsandichiligi bilan ayblanganligidan hayron qolganligini aytdi. Wang kishilik huquqni savdo masalasiga bog'lashning xato ekanligini aqlab, Uyg'ur rayonidagi irqiy qirg'inchilik ayblashlarining yolg'on va mishmish parang ekanligini aytdi. Wang mablag' selish kelishimining tek taraflik emasligini tilga ilib, Xinjiang masalasi Xitoyning egilik huquqi va bexatarligiga chetildi degan. Xitay hökuməti tېڭشۈن şirkiti qo'llagan tor uy mülük magnati BK ustidan tekshirishni boshlagan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy davlat bozorini nazorat qilib boshqarish idorasi BK pay kontrol şirkitiga raqobat qoidasiga xilof qilganligi uchun tekshirishni boshlagan. Xitoyning elektronlik savdo magnati Alibabaga 4-oyda monopol tekshirishda 2 milliard 800 million dollar jarimani qo'yilgan edi. Shuning bilan birga yemaklik taqsimlash shirkiti Meituanga qarshi monopol tekshirishni boshlangan. BK şirkiti bu haqda hech qanday bayonot bermadi. Bu şirkatning qurg'uvchisi Zuxiyning oldin qatda noma'lum kasal bilan qazo qilganligi e'lon qilingan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump o'zining yangi tipliq Wuhan virus yuqumining kelish manbasining Xitoyning Wuhandagi tajribaxona ekanligi to'g'risidagi tashabbusida yo'liq ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Wuhan virusini yuqum boshlangandan tortib Xitoy virusi deb tasvirlagan Trump hozir nurg'un kishilar meni qo'llaydi dedi. Amerika taratqularida oldingi kuni istixborot dokumentini asos qilgan xabarlar tajribaxonada ishlayotgan 3 kishining virusning tarqalishidan ilgari kasallik alomatlari bilan davolanganligini o'tirg'a qo'ydi. Yana bir tarafdan Amerikaning sobiq prezidenti Trump bu hafta Amerika-Xitoy fuqarolar huquq birlashmasi tomonidan Wuhan virusini Xitoy virusi deb ataganligi uchun arz qilindi. Bu tashkilotlarning qarashicha, Trumpning bu iborani va shuningga o'xshash boshqa atalg'ularni ishlatishi Amerikadagi Xitoy jamiyatiga ziyon yetkazgan.